Assalomu alaykum do'stlar, qadrli do'stlar. Loma Sendi to'g'larimizni 20 oyliklari sotilyapti. 20 oylik, kimgadir 100 ta, kimgadir 200 ta, 50 ta kerak bo'lsa bemalol kelib olib ketaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariqda kelib ko'rib netib olib ketaverasizlar. Bu nimani videoning tagiga qo'shimcha nomer yozib qo'yaman. Videoning ichiga o'zim nomerimni yozib qo'yaman. Mabodo narigi videoning tagidagi nomerga tusholmasalaring, o'zim nomerimga qo'ymasalaring, nomerini beraman egasini. Hop, to'g'lar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, to'g'larimiz 20 oylik Loman Sendi maloshni tuxum beradigan zotdan. Hozirgi paytda kilolari 3 kilo, 2 kilo 100 shuna atrofida. 2 kilo 100, 2 kilo 300 shunaqa har xil. Misol so'yishga ham olsalaring bo'laveradi, uy sharoitida boqsalaring ham bo'laveradi. Endi uy sharoitida boqadiganlar tuxum foiziga qiziq bo'ladigan bo'lsa 80-85% tuxum beryapti. To'g'lar hozir paytda 2000 ta to'g'ri bo'lsa 1600 ta tuxum olinyapti o'zi. Hozirgi kunda misol tuxumdan narxi pastga qarab tushyapti. Shuni hisobidan nima qilsa olib boringki shu iyul oylarigacha boqib turib, keyin yana tuxum foizi yana ham tushib ketganda keyin kolbasniy sex yoki shunaqa so'yadiganlarga bozorga sotsa bo'laveradi. Endi bozorga sotsa bo'laveradi degani misol firma sharoitida qoplamaydi, chunki bular kletkada turadi, yemi o'lchanib beriladi bunga har biriga. Agar uy sharoitida boqadigan misol odamlar bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida boqiladigan bo'lsa, shunday nima agorodga qo'yib yuborsa, bu degani yarim qonni agorodda to'ladi, qolganiga yarim qonniga beraveradi degani. Bunda qoplaveradi. Misol boringki 2 kunda bitta tug'sa ham aholiga qoplaveradi, lekin firmaga qoplamaydi. Sababi bular kuniga hozirgi paytda 130 grammdan yeyotgan yemini oqlamay qoladi. Foyda qolmay qoladi. Chunki firmada odam ishlaydi, elektr energiyasi sarflanadi, ijara to'lanadi, soliq to'lanadi. Shularni hammasini hisob-kitob qilganda o'sha qoplamay qoladi. Endi buni misol kimdir uyiga olib borib boqadigan bo'ladigan bo'lsa, misol boringki 2 kunda bitta tug'sa ham, tovuq misol 10 ta tashlab qo'ysa, kuniga 5 tadan tuxum olib turgan taqdirida ham aholi qoplayveradi, chunki soliq to'lamaydi, boshqa narsalar bo'lmaydi. Uning ustiga yemda ham ozroq yeydi. Misol 130 gramm bo'lsa, shuni yarmini yeydi. Chunki qolgan yarmi uje ko'chada to'yib ketadi to'g'lar. Uje sotilyapti. Farg'ona, Andijon, Bo'z tumanlari shunda hammasiga jo'natib yuborilyapti. Dastavka qilib olib borib berilyapti. Dastavkalar bor hamma joyga alohida hisoblanadi. Endi Qirg'iziston Respublikasiga jicha qoplamay qolsa kerak, dastavkasiga kelib ko'rib netib olaverasizlar hammaga. Sog' salomat bo'linglar. Shu raqamlarda telegramlar bor.